Bunaqasi hali bo'lmagan o'rtoqlar. Atiga 118 mingga Toshkent shahariga yaqin joydan 2,5 sotuvli 5 ta xona, 2 ta urindan tashkil topgan xonadonni ko'rsatib beramiz. Atiga 1 minut ichida sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Sizlardan bo'lsa atiga bittagina like. Yozgi oshxonalari bor, kattagina hovlisi, kirish mashina katta joylari bor. Bu yerda bo'lsa o'rtoqlar koridor qismimiz, chiroyli eshiklarimiz o'rnatilgan, podolga tushadigan zindalarimiz qilingan va bu yerda bo'lsa mehmonxonamiz. Remontlari juda ham havasingizni keltiradigan darajada chiroyli. Bu yerda bo'lsa yotoqxonalarimiz qilingan, mehmonxonamizni ko'rdinglar, ko'rasizlar, orqa hovliga qaragan oynalar bor. Bu yerda umumiy sanozorlarimiz qilingan va yo'da yana bitta chiroyli yotoqxona, hovliga qaragan oynalari bor. Yana o'rtoqlar pastki qavatimizga tushganimizda ham koridor qismini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli eshiklarimiz o'rnatilgan, hovliga chiqadigan alohida zinali eshiklari ham bor. Akamiz dang'illama qilib qurib qo'yibdi. Qaranglar, xonalarni bu yerda 2 qavatli bo'lib ko'rinadi. Qaranglar, polnotsenniy xonalar, hech qanaqa podval emas. Bu tomonda yotoqxonalarimiz, bu yerda umumiy sanozorlarimiz qilingan va bu yerda oshxonamiz qilingan ekan. Hovliga qaragan oynalar bor. 118 va 123 mingga mana shunaqa chiroyli xonadonlarni Uch Qahramon postidan o'tganda hojati mahallada sotib